Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərlə qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Şərq Türkistandan bulang-talang qilingan gazni Xitoyga yetkazish liniyasi 4ga yetdi. Xitoy Şərq Türkistandan talan-taraj qilgan tabiiy boyliqlarni Xitoyga tush liniyasini barg'ansiri ko'paytirayotgan bo'lib, atalmış G'arbning gazini Sharqqa yetkazish 4-liniyasi deb nom berilgan Turpan-Jungvi liniyasi to'liq tutashtirilib, ishga kirishtirilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining 26-iyundagi aloqador xabarida bildirilishicha, bu hafta Turpan-Jungvi liniyasining Gansu-Ningxia bo'lagi ishga kirishtirilgan bo'lib, buning bilan Turpan-Jungvi liniyasi butun liniya bo'yicha tutashtirilib, 4-liniya sifatida bulang-talang qilingan tabiiy gazlarni Xitoyga tushishga boshlagan. Mazkur liniya Sharq Turkistonning Turpan shahridan Ningxianing Jungvi shahrigacha tutishadigan bo'lib, Sharq Turkiston Gansu Ningxiadagi 17 nahiya shahardan o'tadigan mazkur liniyaning umumiy uzunligi 1745 kilometr keladi ekan. Ishga kirishtirilgandan keyin yillik gaz yetkazish miqdori 15 milliard kub metrga yetadi ekan. Buni sundirib hisoblaganda 27 million tonnadan ortiq o'lchamli ko'mirning o'rnini olganga, taxminan 50 million tonna karbonning qo'yib berilishini azaytganga barobar keladi ekan. Mazkur liniya Xitoyning 14-5 yillik planidagi nuqtaliq turi bo'lib, Xitoyning energiya bexatarligini kafolatlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi da'vo qilingan. Xabarda qayd qilinishicha, Sharq Turkistonning emas, balki O'rta Osiyoning tabiiy gazlari mazkur liniya orqali Xitoy o'lkalariga to'shildi ekan. Xitoyning talan-taraj liniyasini tez sur'atda kengaytirishi natijasida bu oyda yana atalmış Xinjiang tokini sirtqa yetkazish 3-liniyasi deb atalgan Qumul-Chongqing alohida yuqori besimliq turaqliq tok yetkazish qurilishi bitib, rasmiy ishga kirishtirilgan edi. Xitoy yana darajadan tashqari cho'nqur quduq burg'alash, ilg'or texnikalar orqali charlash tekshirishni kuchaytirish, har xil konlarni Xitoy shirkatlariga o'tkazib berish qatorli qilmishlari orqali talon-tarajni so'raytmoqda va bu jarayonda Xitoyning energiya bexatarligiga kafolatlik qilish iboralarini alohida ta'kidlamoqda. Xitoy buni taraqqiyot utuqlari deb tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, g'oyat zo'r tabiiy boyliqlarning haqiqiy egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqi namratlik ichida yashab qolmay, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini boshdan kechirmoqda. Xitoy muxbirining Rossiyada Ukrainaning hujumiga uchraganligi ilgari surildi. Xitoyning bir muxbiri Rossiyaning Kursk rayonini ziyorat qilish, suratga olish jarayonida Ukraina armiyasining uchquchisiz havo apparatining hujumiga uchrab, bosh qismi yaralangan. Aloqador xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Ukrainaning uchquchisiz havo apparati 26-iyun Rossiyaning Kursk rayonidagi Korinovo yezisiga hujum qilgan. Ayni vaqtda Xitoy Sumruq televiziya kanalining Lu Yuguang ismli muxbiri va uning guruhi hujum rayonida ziyorat qilayotgan bo'lib, Xitoy muxbiri hujumga uchrab, bosh qismi yaralangan va doktorxonaga elib berilgan. Rossiya tashqi ishlar ministrligi bu voqeani terrorlik hujumi deb atagan bo'lib, Ukraina hukumatini harbiy harakat orqali axborot xodimlarini bostirishga urindi deb ayblagan. Navbatda Reuters agentligi bu xabarni mustaqil dalillayolmaganligini bildirgan. Ukraina tashqi ishlar ministrligi va prezident Zelenskiyning ishxonasi bu haqda ifoda bildirmagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Gojakun tunugungi qarorlik axborot yig'inida bu haqdagi savolga javob berib, Xitoy muxbirining yaralanganligiga alohida ko'ngil bildirganligini, Xitoyning har qaysi taraflarni Ukraina krizisini siyosiy yo'l orqali hal qilishga chaqiradiganligini da'vo qildi. Gerçi Xitoy Ukraina Rossiya urushida betaraf maydonda ekanligini da'vo qilib kelgan bo'lsa-mu, turli sohalardagi maxfiy aloqasi, hamkorligi, yordamlari izchil davomlashmoqda va qadam-muqaddam oshkorlanmoqda. Ukraina taratqullari bir necha kun burungi xabarida Rossiya harbiy bazalarining bu yil ichida taxminan 600 Xitoy askarini qabul qilib mashqlantiradiganligini xabar qilgan edi.
Mazkur xabarda Ukraina Mudofaa Ministrligining istixborot idorasidagi uchurlar manba qilingan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bo'lsa, bu ahvoldan xabari yo'qligini aytib, javob berishdan o'zini qochirgan edi. Buningdan ilgari yana Ukraina hukumatı Xitoy askarlarining Rossiya uchun urushga qatnashganligini, Xitoyning Rossiyani harbiy ashyo, zapchas va ilg'or texnikalar bilan ta'minlaganligini orqama-orqa oshkorlab, Xitoyni qattiq ayblagan edi. Xitoy bo'lsa, bularni butunlay inkor qilgan edi. Universitet o'qish bitirish marosimida Sharq Turkiston bayrog'i lapildidi. Turkiya Sahiya bilimlari universiteti meditsina fakultetini a'lo natija bilan bitkazgan Uyg'ur qiz Dilnur O'ztürk o'qish bitirish marosimida Sharq Turkistonni tilga elishni unutmadi. Dilnur O'ztürk universitetning o'qish bitirish marosimida xalqaro o'quvchilarga vakolatan so'z qilgan bo'lib, u maktab rahbarlariga, o'qituvchilarga minnatdorligini bildirgandan keyin o'zining o'quvchilarga vakolatan emas, balki bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lish sifati bilan o'z xalqining ovozi bo'lib, qalb so'zlarini to'kiyotganligini ta'kidladi. Sakarya Universiteti va İstanbul Universitetida yaqinda o'tirg'a chiqqan cheklamalarning aksiga Turkiya Sahiya bilimlari universitetining o'qish bitirish marosimida Sharq Turkiston bayrog'i mo'tazildi. Dilnur O'ztürkning so'zi oxirlashgandan keyin riyosatchi uningga rahmatini bildirib, bugun oy yulduzliq qizil bayroqning yenida lapildigan ko'k bayroqning hamon bir kuni tegishlik joyida qayta lapildaydiganligini ta'kidladi. Gök bayrağımız al bayrağın yanında özgürce dalgalanıyor. Ama yarın inşallah gök bayrak olması gerektiği yerde de coşkuyla ve özgürce dalgalanacak. Türkiye F-35 planiga qayta kirish uchun Amerika bilan suhbatlashmoqda. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 26 iyun NATO boshliqlar yig'inidan qaytish yo'lida aeroplanda muxbirlarning savollariga javob berib, biz F-35 aeroplanlaridan voz kechmadik. Bu planga qayta kirish niyatimizni munosabatli taraflar bilan muzokara qilyapmiz. Türkiye bu plandan nahaq chiqarib etildi, dedi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Türkiye bu ko'p iqtidorli aeroplanni taraqqiy qildirishda Amerika bilan hamkorlashgan 8 davlatning biri bo'lib, Prezident Erdo'g'an F-35 planining texnikalik masala bo'lib qolmay, siyosiy bir jarayon ekanligini ta'kidlagan va Amerika prezidenti Donald Trump bilan o'tkazgan suhbatlarida bu masalani muzokara qilganligini, texnikalik saviyada suhbatlashish boshlanganligini bildirgan. Erdoğan yana 2026 yillik NATO rahbarlar yig'inining Turkiyada o'tkazilganligini mo'dalillagan. Turkiya Rossiyadan S-400 havo mudofaa sistemasini setib olgandan keyin Amerikaning F-35 planidan chiqarib etilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.